Salom do'stlar. Bugungi hikoyamiz juda ham qo'rqinchli, mistik va psixologik triller janrida bo'ladi. Bugungi hikoyamiz tinglashdan oldin doimgidek aytib o'tishim kerak. Eshiklarni qulflab oling, chiroqlarni o'chiring, magnitol ovozlarini biroz pasaytiring, quloqchin, ya'ni naushniklarni taqib oling. Ana endi boshladik. Soat millar 21:20 ni ko'rsatayotgan bir payt Sanjar uyidan tashqariga chiqarkan, yon atrofga zimdan nazar sola boshladi. Shu payt uni qo'l telefon jiringlab qoldi. "Allo, Sanjar, kelyapsanmi?" "Ha, hozir yetib boraman." Ma'lum vaqtdan so'ng shahar markazidagi tungi klublardan biriga yetib kelgan qahramonimiz do'stlari Alisher va Komilni izlay boshladi. Ichkarida odam ancha ko'pligi va shuningdek atrof shovqin-suronligi sabab bu ish biroz vaqt talab etardi. Va nihoyat Sanjar bahar yonida ichimlik ichib o'tirgan og'aynilarni topdi. "Keldingmi do'stim?" gap boshladi Komil. "Ha, uydan chiqishim ozgina qiyin bo'ldi." Sanjar, "Og'ayni, biz bilan bir joyga bora olasanmi?" dedi Alisher. "Qayerga?" "Uni borganda bilasan." "Yaxshi, aytgancha Komil, ryukzakni nega o'zing bilan olding?" "Kerak bo'ladi." Uchta do'st kech bo'lganda yo'lga tushdi. Kuz oyining so'nggi kunlari bo'lganligi bois havo anchagina salqin edi. Taxminan 30 daqiqa deganda ular ko'zlangan manzilga yetib kelishdi. "Biz qayerdamiz?" dedi Sanjar, ulkan, ammo xarob ahvolga kelib qolgan binoning qarshisida turar ekan. Alisher xotirjamlik bilan javob qaytardi. "Ko'rib turganingdek, bu bino tashlandiq." "Yaxshi, lekin nega bu yerga keldik? Shuni tushuna olmayapman." Komil qarshisidagi imoratga 1-2 qadam yaqinlashib gapira ketdi. Bino urush yillari harbiylar uchun maxfiy baza vazifasini bajargan. Ko'plab askarlar aynan shu yerdan qo'nim topishgan. "Ha, lekin buni bizga nima daxli bor? Hozir tushunib olasan." Komil sumkasidan planshetini olib Sanjarning oldiga keldi va unga qandaydir videoni ko'rsata boshladi. "Bu videoni tasodifan internet sahifalarini biridan yuklab oldim. Tasvirga diqqat bilan e'tibor qaratishingni xohlardim. Unda harbiylar o'zlarini barcha qurollarni va ma'lumotlarni berkitishyapti. Qahramonimiz yozuvni ko'rgan bo'lsa ham baribir hech nimani anglay olmadi. Ko'rinishingdan nega bu yerga kelganimizni tushunolmaganing sezilib turibdi", dedi Alisher. "Uchalamiz shu xarobaga kirib askarlar yashirgan buyumlarni topishimiz kerak. Bularni bahosi qancha ekan tasavvur ham qila olmaysan. Esing joyidami? Seningcha ushbu narsalar haligacha saqlanib qolgan deb o'ylaysanmi? Keyin bino tashlandiq bo'lsa, balki xavfli hamdir. Xavotir olma. Bu tomonlarga har kuni yuzlab sayyohlar tashrif buyuradi. O'sha sayyohlarning ichkariga kirmaganligi aniq. Buni qayerdan bilding?" "Ana, eshikka katta qulf osib qo'yilgan." Komil planshetini ryukzagiga joylab og'aynilarning suhbatini bo'ldi. "Bu yerda gap sotgandan foyda yo'q. Sanjar, sen ichkariga qanday kirish mumkinligi haqida boshingni qotirmasang ham bo'ladi. Chunki bir necha kun oldin qulfga tushadigan kalitni tayyorlab qo'yganman." "Xo'sh, ketdikmi?" Qahramonlarimiz ulkan atrofini daraxtlar qoplab olgan bino tomon yo'l olishdi. Alisher eshikni oldiga kelib Komildan kalitni oldi va qulfni ocha boshladi. Bu holatdan anchayin qo'rquvga tushayotgan Sanjar mungsiz ohangda gapirib ketdi. "Ichkari qorong'u bo'lsa kerak. Buning ustiga binoning faqat eng yuqori qismidagina oynalar bor ekan. Mana bu shamlarni ol, bularni binoning har nuqtasiga o'rnatib chiqamiz. Shuningdek, ichkariga kirganimizdan so'ng har birimizning qo'limizda fonar bo'ladi." Oradan ma'lum vaqt o'tgach Alisher eshikni ochdi va qahramonlarimiz o'zlarini xavfli sarguzashtlari tomon ilk qadamlarini qo'yishdi. Qahramonlarimiz ichkariga kirishlari bilanoq Komil do'stlarini qo'llariga fonar tutqazdi. "Sanjar, sen eng yuqori, ya'ni 4-qavatga chiqasan. Alisher, sen esa 2 va 3-qavatlarni ko'zdan kechirasan. Men bo'lsam pastlarni qarayman. Barchangizni qo'llaringizda sham va fonar bor. Shoshilmasdan barcha xonalarni tekshiringlar. Bu yerda bizdan boshqa hech qanday kimsa yo'q." Bu holatdan xavotirga tushib qolgan Sanjar gapira boshladi. "Balki bu ishimiz noto'g'ridir?" "Yo'q, biz to'g'ri ish qilyapmiz", dedi Alisher. "Sanjar, do'stim, bu bizning hayotimizdagi eng muhim lahza bo'lishi mumkin.
Ha, aytgancha, mana bu fonarlarga tugma o'rnatilgan. Agar birortangiz qurollarni topsangiz yoki qandaydir hodisa yuz bersa, shu tugmalarni bosasiz. Men har bir yoritgichga mikrosxema o'rnatganman. Tugma bosilgandan keyin fonarlarga signal keladi. So'ng barchamiz aynan shu yerda uchrashamiz. Tushunarlimi? Mayli unda, boshladik. Uchalasi birin-ketin aytilgan joylarga tarqalishdi. Qahramonimiz Sanjar eng yuqori qavatga ko'tarildi. U yerda 3 tarafga ketgan koridor mavjud edi. Dastlab shamlarni o'rnatib chiqaman. U asta-sekin ushbu buyumlarni har bir nuqtaga qo'yib chiqa boshladi. Birozdan so'ng esa yo'lak bemalol harakatlansa bo'ladigan darajada yorishib ketdi. Ana bo'ldi. Endi xonalarga kirsam ham bo'ladi. Sanjar dastlab chap tarafdagi xonalarga kirishni boshladi. O'ng tomondagi ilk xonaga kirarkan, ko'zi eshik qarshisidagi shkafga tushdi. Bu yerda deyarli hech vaqo yo'q ekan. U to'g'ri borib shkafni ochdi. Ichida bir donagina harbiylarning kiyimi bor edi. Anchagina chang bosib qolgan, lekin oradan shuncha vaqt o'tgan bo'lsa ham hali hanuz chirimasdan saqlanib qolgan libosni shkafdan olib cho'ntaklarni tekshira ketdi. Ichidan nimadir borga o'xshaydi. Xo'sh, Sanjar cho'ntakdan tilladan yasalgan harbiy medal va kichkinagina suratni topib oldi. Buni ko'rib Komil xursand bo'ladi. Bu rasmdagi bolakay kim bo'ldi? Mayli, ahamiyati yo'q. Qahramonimiz tashqariga chiqib koridor bo'ylab to'g'riga qarab yurarkan, yon atrofiga o'rnatilgan shamlardagi olov negadir o'zidan o'zi harakatga kelardi. Qiziq, ichkarida hech qanday shamol yo'q-ku. Nega bular harakatlanyapti? Vaqt o'tib borar, lekin hali uchalasi ham biror natijaga erisha olmagandi. Soat ham 23:40 ni ko'rsatayotgandi. Qoq yarim tunda tashlandiq binoda tentirab yurgan Sanjar yo'lak oxiridagi xonaga kirdi. Bu yerda ham hech vaqo yo'q edi. Yana bitta bo'm-bo'sh xona derazadan tashqariga qaraychi, nima gap ekan? Yuragida qo'rquvdan asar ham yo'q bo'lgan Alisher qolgan do'stlariga o'xshab shamlarni o'rnatdi va tekshirishni 2-qavatdan boshladi. U ham birin-ketin yo'lakdagi xonalarga kirishni boshladi. O'ng tarafdagi koridorni eng oxirida eshigi boshqalarnikiga qaraganda kattaroq xona joylashgandi. Buni payqagan Alisher bor diqqat e'tiborini aynan o'sha tarafga qaratdi. U ehtiyotkorlik bilan xonaga kirdi. Bu yer anchagina katta ekan. Chindan ham xona yirik edi. Shuningdek, ikki tarafda 10 tadan kravat joylashgandi. Nazarimda bu askarlarning yotoqxonasiga o'xshaydi. Qahramonimiz atrofini zimdan tekshirarkan, xonani bir burchagida yig'lab o'tirgan qandaydir qizaloqqa ko'zi tushdi. Yuragini vahima egallayotgan Alisher sekin-asta uni oldiga keldi. Qizchaning yoshi taxminan 12-13lar atrofida edi. "Hoy, sen kimsan?" Qizaloq hech narsaga e'tibor bermay yig'lashda davom etardi. "Nega yig'layapsan?" Va nihoyat u gapirib ketdi. "Dadamni kutyapman." "Dadangni? U qayerda?" "Urushda halok bo'lgan." Bu gaplardan keyin Alisherning qo'rquvi yana orta boshladi. "Seni ahvolingni tushunmayapman. Dadang endi kelmaydi. Yura qol, seni o'zim bilan olib ketaman." "Yo'q, hech qayoqqa ketmayman. Dadam va'da bergan, bir kun kelib ruhingni olib ketaman deb. Mana men o'ldim, endi ruhimni olib ketishga keladi." Nima? Ruhingni?" Qahramonimiz Sanjar sekin-asta derazaning oldiga keldi. Romlari temirdan ekan. Buning ustiga xuddi shunday panjaralar o'rnatilibdi. Qahramonimiz tashqariga uzoq vaqt termilib turdi va shu payt tashqarida yurgan qandaydir kimsaga ko'zi tushdi. Axir bu Alisher-ku, qayoqqa ketyapti? Jin ursin, shu yerga kelishni ma'qullab, endi o'zi juftakni rostlab qolyaptimi? Qo'rqoq. Birdan Sanjarning qo'lida turgan fonarga signal kela boshladi. Komil qurollarni topganga o'xshaydi. U darhol 1-qavatga tushdi, ammo do'stlari hali kelib ulgurmagandi. Hali ham kelishmayapti. Men ham signal yuborib ko'raychi. Oradan bir necha daqiqa o'tdi. Hamon qolgan ikkitasidan darak yo'q edi. Bu xabarni menimcha Komil yuborgan bo'lsa kerak. Chunki Alisher allaqachon qochib ketganligi aniq. 2-qavatni qaraychi, balki u o'sha yerdadir. Qahramonimiz tepaga ko'tarilgach yon atrofga qaray boshladi. Komil qaysi xonada bo'lishi mumkin? Sanjar koridorlarni ko'zdan kechirarkan, chap tarafdagi ochiq holatda turgan eshikka e'tibori qadaldi. Sekin-asta o'sha xonaga kirgan Sanjar ichkaridagi vaziyatni ko'rib dahshatga tushdi. Chunki shiftda Alisher bo'ynidan osilgan holatda turardi.
Alisher qahramonimiz karovatini joyidan siljitib, uni ustiga chiqdi va arqonni yechib olib Alisherni yerga yotqizdi. Ba'zo'r nafas olyapti. "Do'stim, ko'zingni och." U ohistalik bilan ko'zini ochdi, ammo ahvoli juda ham og'ir edi. "Sanjar, senmisan?" Ha, menman. Nega bunday qilding? Seni boya ko'chada ko'rgandim. Endi bu yerda mana bunaqa ahvoldasan. Do'stim, meni diqqat bilan eshit. Bu bino biz o'ylaganchalik xavfsiz emas ekan. Meni kechir. Nega bunday deyapsan? Nima bo'ldi o'zi? Komilni topib binoni darhol tark etinglar. Vaqt juda oz qoldi. Keyin kech bo'lib qolishi mumkin. Bu yer jumboqlarga to'la ekan. Ehtiyot bo'linglar. Alisher gaplarini yakunlashi bilanoq ko'zlarini abadiy yumdi. Do'stim, yo'q, o'lma, nimalar bo'lyapti? Chinakamiga qo'rquv iskanjasiga tushib qolgan Sanjar zudlik bilan pastga tushdi va Komilni baland ovozda chaqira boshladi, ammo undan javob kelmasdi. Bir nima qilish kerak. Sanjar pastki qavatdagi xonalarni tekshirar ekan, to'satdan o'ng tarafdagi yo'lak oxirida yotgan buyumga ko'zi tushdi. Bu narsa o'zidan yorug'lik taratardi. Qahramonimiz ham darhol o'sha yerga keldi. Bu Komilni plansheti-ku tushirib qo'ydimikan? Yo'q, bunday hajmdagi matohni tushib qolganligini sezmaslik mumkin emas. Qiziq, yashirin faylga kirish uchun qandaydir kod terilgan ekan, lekin hali uni ichiga kirishga ulgurmabdi. Sanjar tayyor terilgan raqamli parolni yonidagi OK tugmasini bosdi va faylga kirdi. Uning ichida bir donadan video hamda rasm mavjud edi. Qahramonimiz tasvirni ko'rarkan dahshatli ahvolga tushdi. Chunki yozuvda bir nechta harbiylar to'pponchalari orqali o'zini otayotgani tasvirlangandi. Jin ursin. Sanjar endi suratni ko'rmoqchi bo'ldi. Xo'sh, u rasmni ko'rgan edi hamki chinakamiga shok holatiga tushdi. Sababi rasmda Komilni murdasi qop-qorong'u xonada peshonasidan o'q uzilgan ko'rinishda tasvirlangandi. Planshetni qo'lidan tushirib yuborgan qahramonimiz endi nima qilish haqida o'ylardi. Nimalar sodir bo'lyapti bu yerda? Nahotki Komil ham halok bo'lgan bo'lsa, binoda bizdan tashqari yana kimdir bor. Tezroq bu xarobani tark etmasam bo'lmasdi. Sanjar o'girilib endi yurmoqchi bo'lganda, kutilmaganda o'zidan biroz uzoqda turgan qandaydir kimsaga nigoh qadaldi. "Hoy, kimdir bormi?" Sanjar ko'zlarini bir-ikki marta yumib, so'ng yana o'sha tarafga qaradi. Eng hayratlanarlisi boyaga kimsa g'oyib bo'lgandi. Ko'zimga ko'ringan bo'lsa kerak. Endi tezroq juftakni rostlamasam bo'lmaydi. Qahramonimiz xayollarini bir joyga yig'ib olgach, to'g'ri chiqish eshigi tomonga yugurdi. Biroq eng dahshatlisi eshik ochilmasdi. "Jin ursin, ochilmayapti. Kimdir qulflab qo'ydimikan?" "Yo'q, bu yerda bizdan boshqa hech kim yo'q edi-ku. Endi nima qilaman?" Bosh qotib qolgan Sanjar yana bir necha marta eshikni ochishga urinib ko'rdi, ammo foydasi bo'lmadi. Oradan ma'lum vaqt o'tdi. Shu payt binoda g'alati ovozlar paydo bo'la boshladi. Ya'ni kimlarningdir yig'ilari, yana qadam tovushlari odamga qo'rquv bag'ishlardi. "Hoy, kim bor bu yerda?" Eshikka suyanib o'tirgan qahramonimiz zudlik bilan o'rnidan turdi. "Komilni murdasini topishim kerak. U qanday qilib bu yerdan chiqish mumkinligini bilgan bo'lishi kerak. Balki o'zidan qandaydir bir narsa tashlab ketgandir." Sanjar yo'lakni o'ng tarafiga qarab yurishni boshlarkan, ortidan qadam tovushlari eshitila ketdi. Buni payqagan Sanjar darhol orqasiga o'girildi. Har doimgidek hech kim yo'q. U qadamini tezlatib koridor oxiridagi xonaga kirdi va eshik ortiga o'tib yashirinib oldi. "Kimligingni hozir bilib olamiz", dedi. Tez-tez nafas olarkan, birozdan so'ng ichkariga harbiy kiyimdagi qandaydir kimsa kirib, to'g'riga qarab harakatlana boshladi. "Mendan ko'rasan hozir." Qahramonimiz fonarni mahkam ushlab, endi o'sha kimsaga tashlamoqchi bo'lganda, to'satdan o'zi eshikdan tashqariga uloqtirilib yuborildi. Orqa tarafi bilan koridordagi yo'lakka urilgan Sanjar ayni paytda nima bo'lganini bilolmay shok ta'siriga tushib qolgandi. Boyagi odam sekin-asta ortiga qaradi. Uni yuzi yo'q edi. Faqat quruq skeletni o'zi qolgandi. Arvoh! Dahshatlar iskanjasi asiriga aylangan qahramonimiz zina tomonga qarab yugura boshladi. U uchun bu binodagi eng qo'rqinchli voqea sharpa bilan yuzma-yuz kelgani emas, aksincha xarobadagi shamlarni yonib tugayotgan edi. La'nati shamlar, o'chishiga ko'p vaqt qolmabdi. Tezroq bino tark etmasam qorong'uda qolib ketaman.
Sanjar ikkinchi qavatga ko'tarilgach, chap tarafdagi ilik xonaga ko'zi tushdi. Eshik peshtoqiga katta qilib hojatxona deb yozilgandi. Mana shu yerga berkinib olishim kerak. Ichkari juda ham tor edi. Xo'sh, endi nima qilishim kerakligi haqida o'ylab olishim zarur. Oradan ma'lum vaqt o'tdi. Bino suv quygandek jimjit edi. Bu holat xuddi to'fondan oldingi sukunatga o'xshardi. Sanjar xayollarga cho'mgan holda o'tirarkan, kutilmaganda eshikdagi belgiga ko'zi tushdi. Unda pastga qarab turgan strelka qon bilan chizilgandi. Demak, ushbu xonada mendan tashqari yana kimdir bo'lgan. Lekin ushbu belgi nimani anglatadi? Uni ostida 9-raqami ham bor ekan. Bundan chiqdi, birinchi qavatga qaytib 9-xonaga kirishim kerak. Tushunarli, qahramonimiz tashqariga chiqib zina tomon sekin yurishni boshlaganda, shu payt butun binoda qandaydir zaharli hid tarqala boshladi. Jin ursin, zaharli gaz hidiga o'xshaydi va bu natijasida Sanjar hushni yo'qotayotgandek yerga quladi. Uni ko'z oldi qorong'ulasha yozgandi. Yo'q, faqat bu emas. U darhol cho'ntagidan dastro'molchasini olib burnini mahkam berkitdi va o'rnidan turib pastga tusha boshladi. 9-xonani topishim kerak. Qahramonimiz birin-ketin xona eshiklarini qaray boshladi, lekin ularni hech birida raqam yozilmagandi. Jin urgur. Bularni qay biri 9-xona? Tezroq topishim zarur. Sanjar chap tarafda joylashgan yo'lakning har bir xonasini yana qaytadan tekshira ketdi va shu payt uni nigohini bir narsa o'ziga tortdi. Ya'ni koridorning eng oxirida joylashgan xonaning eshigi boshqalarnikidan tubdan farq qilardi va bu eshikning rangi qora. Shuningdek, qolganlarga o'xshab temirdan emas, yog'ochdan yasalgandi. Qiziq, Sanjar ehtiyotkorlik bilan eshikni ochdi va xona o'rtasida yotgan Komilning murdasiga ko'zi tushdi. "Do'stim, sen ham o'ldingmi?" dedi uni oldiga yugurib kelib. Achinarli ahvolga tushib qolgan qahramonimiz do'stini bir chekkaga olib qo'yayotgan payt to'satdan uni qo'lidan tushib qolgan g'ijimlangan qog'ozga nigohi tushdi. "Bu nima bo'ldi?" Sanjar qog'ozni qo'liga olib fonardagi yorug'likni o'sha tomonga yo'naltirdi. Xo'sh, nimalar yozilgan ekan? 1962-yil qishning izg'irin kunlaridan bir guruh harbiylar o'zlarini qutqarib olish uchun bu yerni bazaga aylantirishdi. Ularning ahvoli juda ham og'ir edi, chunki askarlarning yeyishga taomi, ichishga suvi qolmagandi va buning natijasida ular hayotidagi eng dahshatli qarorga kelishdi. Ya'ni dushmanni qo'lida xor bo'lib o'lgandan o'zlarining joniga qasd qilishmoqchi bo'lishdi va buni amalga oshirishdi ham. Lekin do'stlari, dastlab harbiylar o'zlarini oltinga teng qurollarni maxfiy ma'lumotlarini berkitib qo'yishdi. So'ng esa bu yerni la'natlashdi. Shundan keyin binoga bir necha odamlar kirib izlanish olib borishmoqchi bo'lishdi. Ammo lekin ular ortlariga qaytishmadi. Tushunarli. Demak, meni ta'qib qilayotgan bezovta ruh ekanda. Endi nima qilsam bo'ladi? Komilning murdasi yotgan polda kichik ilmoq mavjud edi. Buni sezgan Sanjar esa o'sha narsani sekin-asta o'ziga torta boshladi va polning o'rtasidagi qismi ajralib chiqdi. Yerto'laga o'xshaydi. U ehtiyotkorlik bilan yerto'la zinasi orqali pastga tushdi. U yer qorong'uligi bois qahramonimiz yana qayta tepaga chiqdi va Komilning sumkasidan bir donagina qolgan shamni olib yana ortga qaytdi. Nazarimda qandaydir xonaga kirdim chog'i. Shamni qulayroq nuqtaga o'rnatib uni yoqdi. Ajabo, va nihoyat qurollarni topdim. Chindan ham yerto'lada har xil rusumdagi to'pponchalar va bombalar mavjud edi. Bu yerdan qanday qilib chiqish mumkinligini topdim. Sanjar o'sha yerdagi vaqtli bombalardan birini olib tashqariga chiqdi va to'g'ri binoning asosiy eshigini oldiga kelib bombani unga o'rnatdi. Buni qanday ishlarkan? Ikkita tugma bor ekan. Biri ushbu matohni ishga tushirsa, ikkinchisi vaqtni belgilasa kerak. U tugmachalardan birini bosdi. Ikkinchisi orqali esa vaqtni 30 soniya qilib belgiladi. So'ng o'zi bir chetga o'tdi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach kuchli portlash yuz berdi va buning natijasida temirdan bo'lgan eshik yerga quladi va nihoyat bu la'nati tashlandiq maskandan qutuldim. Xursandchiligi ichiga sig'mayotgan qahramonimiz chiqish tomonga yura boshlagan edi hamki, ortidan kimdir Sanjar deb chaqirganini eshitdi.
Bu holatdan keyin qo'rquvga tushgan va joyida qotib qolgan Sanjar orqasiga qarashga tayyorgarlik ko'rayotgan bir payt kimdir uni yelkasiga qo'lini qo'yganini sezdi.